Assalomu alaykum. Davom etamiz yana. Navbatdagi mebellarimizni ham klientlarga olib kelib o'rnatib bo'ldik. Bugungi mebelimiz yotoqxona hamda mehmonxona uchun mo'ljallangan ikkita mebel olib kelganmiz. Endi qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Mebel aynan razmer bo'yicha razmeriga olib yasalgan, devor razmeriga mo'ljallangan. Mana bu umumiy holati. Ichki holati klient xohishi. Klient ichki holatini qanaqa bo'lsin desa, o'sha razmerda qilib beramiz. Xo'sh, materialga keladigan bo'lsak, rossiyskiy laminatdan yasalgan materiali. Mexanizmlar ham yaxshi mexanizmlar o'rnatilgan. Mana bu tomoni polkachali variantda. Tepa qismi katta qilib yasalgan, sabab razmeri kattaroq bo'lgan buyumlar qo'yishga mo'ljallangan. Eshiklari 100% vakuumda. Mana bu klient xohishi, kimgadir menga eshikli bo'lsin desa, eshiklik ham qilib yasab bera olamiz. Bu xuddi nima deydi, rolikoviy damasda eshik o'xshab qilib yasalgan. Roliki chiqib ketmaydigan hozirdagi yaxshi roliklardan ishlatilgan. Xo'sh, divanga keladigan bo'lsak, 210 ga 170 matras razmer. Matras $100 ortopedический matras bo'lgan. Mexanizmli ko'tariladigan variantda. Mana bu mexanizmli ochilish varianti. Mexanizm ham yaxshi turizmli mexanizm qo'yilgan. Mana bu ichki holati. Aytib o'tganimizdek, matras $100 ortopedический matras. 3 yil garantiyasi bor matras. Xo'sh, divanni qo'shish tomoniga keladigan bo'lsak, mana bu material moshi zamshdan yasalgan. Klient xohishiga qarab, kimdir pardamga tushsin deydigan bo'lsa, pardasini rangida ham qilib bera olamiz. Nafaqat buni, mebelni o'zini ham 20 xildan ziyod rangida tanlovlar bor. Mana bu svetnikchasi soatli qilib o'rnatilgan. Ichlari ancha keng ishlangan. Eshiklari 100% vakuumda. Tremosiga keladigan bo'lsak, tremosi 3 ta tortma va bitta eshikcha. Bu ham roliklari ham 100% vakuumda. Tortma sig'im, diametri ancha keng ishlangan. Mana bu ichki holat. Xo'sh, bizning adres Jizzax shahari. Biz bilan bog'lanish uchun 95 koda 226 0404 to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Sexning o'ziga borib ham tanlab ko'rib olishingiz mumkin. Mebel aytilgan narx ichida 150 km dastavka uстановkasi ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Narigi xonada servanti bor. Uni ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz.